Men doktor Bobay. Bugun sizlar bilan ko'krak qafasidagi og'riqlarni diagnostikasi haqida gaplashib o'tamiz. Buning uchun ko'krak qafasining og'riqlarini 3 turga bo'lib olamiz. Birinchisi yurak bilan bog'liq bo'lgan kardiogen og'riqlar. Ikkinchisi ko'krak bo'yin to'rtqalari bilan bog'liq bo'lgan vertebragen og'riqlar va uchinchi turi asab sistemasi bilan bog'liq bo'lgan kardionevrozga aloqador og'riqlarga bo'lib olamiz. Endi birinchi bo'lib kardiogen va vertebragen og'riqlarni bir-biridan ajratib olamiz. Demak, birinchi farqi og'riqning qo'zg'alishi. Ya'ni yurakka bog'liq bo'lgan kardiogen og'riqlar odatda jismoniy yuklamada, ya'ni ko'p harakatlanganda, og'ir narsa ko'targanda va ayniqsa balandliklarga ko'tarilgan paytda, zinalardan yuqori ko'tarilgan paytda qo'zg'aladi. Tinchlik paytida esa bezovta qilmaydi. Vertebragen turdagi og'riqlar siz tinch o'tirasizmi, bemor tinch o'tiradimi, harakatda bo'ladimi, uxlaydimi, farq yo'q. Bir xil holatda bezovta qiladi, bemorni bezovta qiladi. Ikkinchi farqi og'riqning xarakteri. Kardiogen turdagi og'riqlar odatda achishuvchi, kuydiruvchi, g'ijimlovchi turdagi og'riqlar bo'ladi. Vertebragen turdagi og'riqlar xuddi pichoq sanchganga o'xshab ko'krak qafasida og'riq bo'ladi. Uchinchi farqi og'riqning lokatsiyasi. Ya'ni kardiogen turdagi og'riqlar odatda vegetativ xarakterga ega bo'ladi va ular suyaklar ostida bo'ladi og'riqlar. Ya'ni to'sh ostida, epigastral sohada, ya'ni to'shning hanjasini o'siq ostida, chap jag' suyaklarida, pastki jag' suyaklarida, chap yelka suyaklari sohasida, chap kuraklar ostida og'riqning lokatsiyasi joylashgan bo'ladi, achishuvchi xarakterga ega bo'ladi. Vertebragen turdagi og'riqlar esa umurtqadan chiqqan nef qisilganligi hisobiga bular odatda mushaklarda bo'ladi. Ya'ni katta ko'krak mushaklarida, qo'ltiq ostidagi tishsimon mushaklarda, kuraklar orasidagi romsimon mushaklarda yoki bo'lmasa umurtqani ushlab turuvchi uzun ekstensor mushaklarda joylashgan bo'ladi. Og'riqning joylashgan joyi. To'rtinchisi og'riqning davomiyligi. Kardiogen turdagi og'riqlar odatda qisqa vaqt davom etadi va aspirin, nitroglitserga o'xshagan dorilar ichganda yengillashadi. Vertebragen turdagi og'riqlar esa uzoqroq davom etadi, doimiy bo'lishi mumkin va bular og'riq qoldiruvchi dorilar ta'sirida yengillashadi. Keyingi farqi og'riq demak nafas olganda o'zgarishi. Ya'ni kardiogen turdagi og'riqlar odatda nafas olib chiqarganda o'zgarmaydi, bir xil turda bo'ladi. Vertebragen turdagi og'riqlar esa nafas olib chiqargan sari kuchayib boradi. Shu sababli og'riqning kuchligidan bemor nafas olib chiqarishga qo'rqadi. Keyingi farqi demak palpatsiyadagi farqi. Ya'ni kardiogen turdagi og'riqlar suyaklar ostida bo'lganligi sababli palpatsiya qilganingizda sirtdan hech qanaqa og'riqni sezmaysiz. Vertebragen turdagi og'riqlar mushaklarda bo'lganligi sababli mushaklarni palpatsiya qilganingizda og'riqlarni bemor his qiladi. Keyingi turdagi demak og'riq kardionevroz, ya'ni asab sistemasi bilan bog'liq bo'lgan og'riqlar haqida aytib o'tdik. Demak, kardionevroz qanday kelib chiqadi o'zi? Ya'ni bemor asabiylashganda, stressga tushganda, tushkunlikda yurganda yoki diqqat bo'lgan paytda boshdan chiqadigan adashgan nervning qisilishi, yuqoriga ko'tarilishi hisobiga demak, oshqozon va jigarlar ham yuqoriga qarab ko'tariladi. Natijada diafragmani qisib qo'yadi. Diafragma ham spazm uchraydi. Hamda oshqozon yurakni qisishi hisobiga ham kardiogen ham vertebragen xarakteriga ega bo'lgan bunda og'riq yuzaga keladi. Kardionevrozda demak, kardionevrozda odatda bemorlar nafas olib chiqarishda qiynaladi. Nima uchun? Chunki diafragma spazmga uchraganligi hisobiga nafas olib chiqarganda harakatlanmaydi diafragma va o'pka kerakli kenglikda kengiy olmaydi. Natijada bemorda havo yetishmovchilik hissi paydo bo'ladi. Bemor kerakli havoni olish uchun tezroq nafas olishga harakat qiladi va bemorda hansirash paydo bo'ladi. Kardionevrozda demak og'riq ko'krak qafasida kichik ko'krak mushagi sohasida, ya'ni mana shu yo'nalishda og'riq paydo bo'ladi. Bu og'riq odatda simillovchi yoki bo'lmasa g'ijimlovchi xarakteriga ega bo'ladi. Endi kardionevrozda kichik ko'krak mushagi tonusga kirishi hisobiga qo'lga keladigan nervlar qisiladi. Natijada qo'lda uvishlar, muzlashlar va xuddi qush panjasiga o'xshagan holat yuzaga kelishi mumkin bemorlarda. Endi kardionevroz odatda bunaqa kardionevrotik ko'krak qafasidagi og'riqlar odatda karvalol, valeriyaga o'xshagan dori vositalari, ya'ni tinchlantiradigan dori vositalari ta'sirida yengillashadi. Ushbu og'riqlarni davolash usullari haqida keyingi mavzularda gaplashib o'tamiz. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'linglar.